Xitoy hukumati hozir dunyodagi hamma davlatlarga birdan hamma yerda josuslik qilib o'zinglarga turishliq davlatdagi bo'lgan Uyg'urlarniki materiallarni ta'minlaydi, boshqa josuslik qiladigan odamlarni yollab ishlatib, pul berib ishlatib boshlab qo'yadi. Bizniki bu partiyachu pul berib emas, pul elib Yushirin partiyasi a'zosi bo'lsang oyda 20 euro chiqara, ochiq oshkor partiya a'zosi bo'lsang oyda 10 euro chiqara. Qasamni bergizib pullar mashina pulni oladi. Xitoy hukumati xalqlarga pul berib, $1000dan, $500dan Turkiyadagilarga o'tganda ovozli quchurlar bir shikilning oldidan chiqib ketdi bu istixborot. Vatanniki, Goboniki odamlarniki qanday odam yolg'onligi, pul daveramsa deydigan ilqi. Shu Turkiyada Suriyaga yo'llaganligi haqidagi shunaqa Xitoydan Gobondan pul so'rab, pul daveramsa deb shunaqa Xitoy pul berib, Uyg'urlarniki uchurlarini to'plasa, Najmiddin Sherif mayada shundoq bir sistemni barpo qilib, pul berib emas, pulni elib turib, shundoq Xitoyga bir xil arxiv to'plab beradi hozir, shundoq sistemni barpo qilyapti hozir. Chet eldagi Xitoy kommunistlarining chet eldagi Uyg'urlarga qurib bergan partiyasi desam, uni qabul qilmasanglar, aynan Xitoycha materiallarni o'tirg'i chiqarib so'zildim. Apaq Xo'jaga o'xshash hozir qarshi burungi tariximiz hozir yuz beradi deb Apaq Xo'jaga o'xshash qilgan gaplarni xosiyatli duolar o'tirib chiqib boshlab qiladi. O'zini shu partiya uchun yaratgan, vatanni mustaqil yaratgan deb qo'shoqni men yozmadim bu qo'shoqni, o'zinglarniki qo'shoqlar ekan. Shu qo'shoqlarni chiqib o'tirib, mana qilgan ishlari. Apaq Xo'ja zamonimizdagi shu ishlar qaytadan yuz beradiman deb Apaq Xo'jaga o'xshatdim. Uyg'ur Sonjanga o'xshatgan o'tkir qalamniki u xonim mashina yezibdi. Qanday qilib ayni vaqtda ota-onalarning shiqqanligi xalq orasidagi hozirgi bizning Uyg'ur xalqimizning orasidagi kuchli kimlar o'ylab beqinglar. Ovozi kuchli o'tirdi, hammaga tunishib bo'lgan faoliyatchilar. Qaysilari shu partiya tarafdakan? O'zinglar esga beqinglar. Hamda bu Gitler zamonidagi Gitler Natsistlar partiyasiningki qurilish jarayonidagi bo'lib o'tgan ishlarni so'zildim mana. Bu partiyaninki sistema shu o'zining sistemasini barpo qilish jarayonida boshda chet eldan chiqib qana qildi. Surgun hukumatning ichida bir mazgil yurdi. Atrofning muhojiratni tushundi. Andan keyin o'zi rasmiy bir partiya qurib chiqdi. Partiya qurib chiqib andan keyin boshqa tashkilotlarni buzib tashlash menga yetib bergan ovozli gaplari. Shu vaqtlardan tortib his qilibman men dedim faoliyatchilarga, "Voy, mundaq siyosiy o'rganishning kichik mundaq ziyodlar bor ekan, hech kim chiqmagan." Partiyani qurib hozir mana xalq harakati qo'zg'ash, shu bayonotlar bor-ku, shu Gitler zamonidagi hammasini qo'shib hozir so'zladim. Zolimlar dasturidagi shu qadamlar bir ikki qadamlarni hozir so'zlayapman. Keyingi qadam degan nima ishlarni qiladi, ham qilib bo'ldi ishlarni sizlarga selishtirib beray. Shuni anglab beqinglar. Bugungi programmam shunchalik bo'lsin. Ko'pchilikniki partiya bo'lib, partiya a'zolarininki degan gaplarimni bir sovuqqonlik bilan anglab o'ynab beqishinglarni. Garchi partiya sizlarga ma'xudning gapini anglamanglar, videolarni ko'rmanglar degan tartibdimi? Men sizlarni alayda ko'rib bir anglab beqishinglarni alayda tavsiya qilaman. Andan keyin har qaysi tashkilot, boshqa tashkilot a'zolari bo'lsin, boshqa tashkilotdagilar bo'lsin, navoda kerak mening degan gaplarimning shunday asosi bor desanglar, sizlar yana jim tursanglar, yana sizlarga ziyon. Men ishdan bo'lmayman. Sizlarga ziyonligini butkul muhojiratdagi xalq to'plamiga qilayotgan ziyonlari o'ylab beqinglar.